Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, hurmatli opa-singillar. Mana xudo xolasa bugun granitsadan biz qaytib kelamiz. Kim bilan qaytib kelamiz bilasizlarmi? 2011-yil shu chegaraga odam tashishni boshlaganimda birinchi borgan klientlarim, birinchi shu aka-xonlarim mart oyida boshlagan bo'lsam, shu mart oyida birinchi chiqqan shu ikki kishi, ikkita Usmon akam bilan Abduxalil akam bilan birga chiqishdi. Nasib bo'lib mana shu bugun yana 14 yil, 15 yilga o'tgan vaqt, mana shuncha vaqt bo'lgan bo'lsa, yana shu nasib qilib mana ikkovlari birga chiqishdi. Shuning uchun men o'zim uchun, shu xursandchiligim uchun shu video qilib qo'yamanki, shu akalarim mana shu mobayniga xudo xolasa mana nasib qilsa, bundan keyin ham xalq xizmatida biza, shularning xizmatida. Shu xursandchiligimdan shu videoni qilaman. Mana Usmon akam, mana Abduxalil akam birga borib, birga kelamiz, maza qilib. Assalomu alaykum hammaga. Mana 14 yil bo'libdi mana shu Abdurahimjon shu ishni boshlaganiga. Mana Xudoga shukr, muammosiz mana borib kelyapmiz. Mana taqdir taqozosi bilan Abduxalil akamizdan shu birinchi boshlaganda bordik. Mana shunga mana 14 yil bo'libdi, mana yana birga borib keldik. Xudoga shukr, sog' salomat, muammosiz borib keldik. Hammalari xudo xolasa mana bizlar xalqning xizmatida yuraveraylik. Bundan bari anjorimiz sog' bo'lsin, sizlar ham sog' bo'linglar. Bu xursandchiligimdan mana endi shu Safat aytdi, endi shuncha yillar buni to'g'ri kelib qolganini qaranglarki, mana shu yana restoran haqida yana shu qisqacha ma'lumot berib ketmoqchimizki, mana shu yonimdagi opam ham restoraga tushib kartalari qulflanib, tamom hammasi to'xtagan edi. Shu opam ham mana qandoq bo'ladi dedilar, "Hey, yuring, taqdir ketib boramiz" dedik. Borib kelamiz, xudo xolasa mana shu opam ham bir og'iz mana gaplarini sizlarga aytib beradilar. Bu meni shu restorandan xavotir bo'lib yurganlarga, shular borsin, kim bilan biz bilan boradimi, boshqa bilan boradimi, borib kelsin mana. Gapiring. Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan yurtdoshlarimiz. Mana men rostdan ham reyestrga tushib qolib, dokumentim просроченный bo'lib, qo'rqib yurgandim. Keyin surishtirib, granitsaga chiqib kelishni o'zimga qaror qildim. Hammasi yaxshi, muammosiz chiqib keldim. Qo'rqmaslik kerak ekan. Shuni maslahat beraman. Sog' salomat xudo xolasa patentni qo'lga olsa, reyestrdan ham chiqarkanmiz. Hammasi uchun rahmat. Salomat bo'ling. Ham biringizga rozi bo'ling. Roziman hammasiga. Rahmat sizga ham. Hamisha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bu restoran haqida yana qisqacha gapirib qo'yganimiz, shu xavotir bo'lganlar uchun restoraga tushib nimaga qilaman deb hayron bo'lib yurganlar uchun shu restoran haqida kamona shu pramoy fakt ko'rsatib qo'yamiz xolos. Xod biz bilan borasizlarmi, xod kim bilan borsanglar ham dokumentlaringni to'g'rilab olsanglar, sizlar xursand bo'lsanglar, biz ham xursand. Shu musofirga keldik, hammamizni ham Xudo o'zi ishimizni yurg'izsin, tan jonimiz sog' salomat qilsin. Xudo o'zi panohida asrasin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar musofir yurtda. Biz sizlar uchun xizmatda hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Musofir yurtda hammamiz o'zi panohida asrasin. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar.